2026-yilda yaxshi niyat qilib umraga bormoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz va ota-onasini jo'nataman deb maqsad qo'ygan aka-ukalarimiz uchun 2026-yilda umra narxlari va qanaqa yangiliklar va qulayliklar narx tomonlama, sharoit tomonlama bir boshdan Mohirbekdan so'rab o'tamiz. Eng asosiysi qaysi kunlarga reyslarimiz bor, bundan bag'al narxlar oshadimi, tushadimi? O'zlaridan so'rab o'tamiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Mohirbek juda ko'pchilik bizni videolarimizni ko'rib, shu firmadan borib juda ko'p odam xursand bo'lyapti. Kommentariyalar hamma maqtayapti, hamma tomonlama sharoitlar yaxshi ekan deyapti. Yana bormoqchi bo'lganlarga mana 2026 ga ham o'tib oldik. Qanaqa yangiliklar bor endi? Yangiliklar aka, xudo xolasa 2026 da narxlarcha ma'lum miqdorda tushirdi aka. Ha, ozma-oz tushirdi. Odamlarga manfaatli bo'lsin deb, xudo xolasa mana Ramazon yaqin narxlarni tushirdi aka, xudo xolasa. To'liqroq ma'lumot beramiz aka. Bizda ikki xil tarif qildik, xudo xolasa. Komfort paket, standart paket bor. Ha, demak, komfortni so'raganlarga komfort va standart deganlarga standart. Xudo xolasa bizniki litsenziyali firma, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasi 692-uyda video olyapmiz aka. Xudo xolasa bizda standart paketni aytib o'tsak, 14 kunlik umra safari bo'ladi, standart paket bo'ladi. Mana tushunib olsa 2 kecha Madinada bo'lishadi, 11 kun Makkada bo'lishadi. Makkada bo'lishadi. Yo'lda ham hisob. Yo'llarni hisobini olmasdan aytishyaptiki, mana bugun shuna viza bo'lib qoldi. Men 2 kecha turdim, keyin yo'lga o'tib ketib qoldi. U yo'llar ham hisoblangan sababli uchun shuna bo'ladi. O'zi asosiy o'sha yo'lda yursa ham o'sha nima deydi, savob bo'ladi, ibodat ham chunki uzoq yo'l. Hali bizda misol eskidan obunachilaringizdan ko'rib borsak, men bor narsani aytaman, bor narsa bo'ladigan narsani aytaman. Hozir 14 kunlik hisoblanadi. Xuddi shunaqa ketayotgan kunidan hisoblanadi. Ketadigan kundan hisoblanadi. Bordi keldi bilet olinadi. Doğalası 2 kechayu Madinada bo'lsa 11 kun Makkada bo'lishadi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taom beriladi. Makkada esa 3 mahal. Madinada Gaz-Nisso oralig'imiz 100 metrdan 300 metrgacha ekan. Makkada esa 1,5 kilometrdan 2,5 kilometrgacha. 24 soat avtobus qatnovlari bor. Malakali 50 boshlarimiz birga ketib, birga keladi. 14 kun davomida sayohat, ibodatlar yopib chiqadi. Ba'zi to'g'ri kelmasa yo'l boshimiz olib ketadi, ag'ada 50 boshlarimiz kutib oladi aka. Madina sayohatda Ramza, Qur'on bosmaxonasi, qolgan sayohatlar o'z ichiga oladi. Makka sayohatda Umra amal, Qizil dengiz firma tomonidan Toyib shahriga ham olib boriladi. Ularga pul olinmaydi, bir xil firmalarda sayohatga ozmoz pul yig'ishtirishyapti degan gap so'zlar chiqdi. Endi aka misol o'zidan borgansiz, ehsonni berishadi-yu, xuddi shunday bo'ladi. Endi uni majburiy bo'lmaydi. Majburiy emas, xohishiga qarab turib. Hali ehsonni berganlar uchun shu majburiy. Bizda hali biz 100% berar ekanmiz pulni bas. Misol ada 5 riyol qilsangiz 1000 barobarni beradi deyishadi. Xuddi shunaqa. Lekin olinmaydi. Aslida bitta to'lov qilinadi, hamma xarajati, biletlari, vizalar ichida bo'ladi. Ha, xuddi shunday. To'lovni ichiga nimalar kiradi desa, bordi keldi bileti, vizasi, Gaz-Nissosi Madina, Makkada. Madinada 2 mahal taomi, Makkada 3 mahal. Malakali boshqa xizmati, Madina sayohat, Makka sayohati, qaytish ekani 5 litrli Zamzam suvi ham ichida bo'ladi. Keyin biz Zamzam suvini biz bonus bas aka, o'zlari hamma to'lovlarda ichida bo'ladi, o'zi beriladi. Beriladi hamma. Xo'p, endi hozir qaysi kunlarga reyslarimiz ochildi? Hozirgi kunda mana yaqinroq reyslarni aytamiz aka. Xudo xolasa 4-ga Namangan, Jidda yo'nalishida reyslarimiz bor. Undan tashqari keyin 11-ga Namangan, Jidda, 14-ga Namangan, Jidda yo'nalishida reyslarimiz bor. Oyda oxirigacha reyslarimiz bor. Farg'onadan bo'lsa 7-kunga Farg'ona, Madina, 10-kunga Farg'ona, Madina, 14-kunga Farg'ona, Madina, 17-kunga Farg'ona, Madina, 18-kunga Farg'ona, Madina. Toshkentdan kunora reyslar. Ha, kunora bor. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. Endi O'zbekiston 12 ta viloyatidan bo'ladigan bo'lsangiz, Toshkent atrofida aka-ukalarimiz uchun Toshkent udobniy bo'lsa Toshkentdan qilib beriladi. Endi o'zimiz Vodiydan bo'lsangiz, xolasangiz Farg'ona, xolasangiz Namangan, Andijondan ham bo'ladimi? Yo'q, bizda hozir mashina. Asosiy Farg'ona, Toshkent. Toshkent 3 ta joydan bo'ladi. Tojikistonda aka-ukalarimiz nima? Tojikistonliklar ham Toshkentdan uchib ketsa qulay bo'ladi. Ularga narx boshqa yo bularga emas. Bizda hammaga bir xilda narx bo'laveradi. Aha. Demak, asosiy bizni obunachilar sizga Telegram yo WhatsAppdan Zagram pasport tashlatsa bo'ladi. Tashlab berishsa bo'ladi. Bank orqali счет raqamimizga ma'lum miqdorda tashlayversa, xohlasa 100% tashlayverasiz. Qolganini aeroportda xodimlarimizga erishadi. Aha.
Eng qiziq joyi narxlari necha pul chiqdi Mohir? Aka 10-gacha bo'lgan narximizni sizni obunachilaringizga $1040 beramiz. $1040. $1040. Demak, hozir boradigan mahal, Mahal. o'sha bag'a ro'za oyiga narxlar oshib Oshib boraveradi. boradi. 10-dan keyin $1100. Ha, demak, oshish 20 sezilarli gacha. darajada oshaveradi. Oshadi endi bag'aga. Chunki narxlar oshgani sababli biz o'zimiz oshirmaymiz. Biletni narxi oshgani uchun narx oshadi. Hozir meni bitta oiladan aka-ukalar bormoqchi bo'lsa, bundan tashqari sinfdoshlar bormoqchi bo'lsa, narxlardan o'tib beramiz. Chegirma qilib beramiz. Misol bitta oiladan 1 kishi, 2 kishi bo'lsa bas aka. 3 kishidan, 4 kishidan yuqori bo'lsa chegirma qilib beramiz. Chegirmalar bor. Xudo xohlasa. Eng asosiysi, misol mana hozir ko'pchilik farzandini olib bormoqchi bo'lsa, kalasga olib borsa bo'ladi. Bo'ladi aka. Bagajiga Hech qanday pul to'lovsi yo'q. Yosh kattalargacha kalasgalar. Yosh kattalarga ham shetlansa hech qanday to'lovsi yo'q. To'lovlar Naborot yo'q. hamma yoqda aeroportlarda bez ochirit bo'ladi aka. Aha, keyin Mohirbek juda ko'pchilik aka borganda qiynalyapti. Nimadan qiynaladi? Orada ob-havo o'zgarib, muzda ichib qo'yib, misol katta konditsioner ko'p bo'ladi. Iloji boricha shetdan dori-ko'l Olsa bo'ladi aka, lekin Madinada yo'q, Makkada o'zimiz doktorlarimiz bor. Bor. Ham dorilar yoki ijod oladigan bo'lsa, qarashadi, birinchi yordam ko'rsatishadi. ko'rsatishadi. Iloji bo'lsa, o'zingiz dorini oladigan bo'lsangiz, attay dori bilan betda dorini quvvatida farqi bo'ladi. Lekin doktorlarimiz erkaklarga alohida, ayollarga alohida doktorlarimiz bor, qarashadi. Aha, xo'p, vizalari bo'lsa necha pul ayirib Vizalari beramiz? bo'lsa $100 minus bo'ladi. Minus bo'laveradi. $1040 bo'lsa $940. Demak, o'sha vizasi borlar ketaveradi. Ketaveradi. Eng asosiysi hozir juda ko'pchilik mana 2026 da niyat qildi, dam olgan, apskaga chiqqan, o'shalar bormoqchi bo'lganlarga narxdan o'tib beramiz. Hozir Xudo xolasa behijolat chiqishaveradi aka, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Sizni obunachilaringizga Xudo xolasa borib ibodat qilib kelishadi. Musofirda yurgan aka-uka, opa-singillarimiz ota-onasini xursand qilaman, masalan, mashina olib bera olmayotgan bo'lsa, lekin umraga yarasha pul to'plab qo'ygan bo'lsa, jo'nataman desa, chiroyli qilib o'g'lan nomidan konvert gullar bilan qilib beramiz. Esdalik uchun bitta videolar uchun. Behijolat aka. Demak, u tomonlama ham qilib berilaveradi. Behijolat. Zagram pasport bilan tashlaversa, nomlaringiz sertifikat qilib, shunaqa qilib chiqarib tabriklaymiz. Ishonch tomonlama qanday bo'ladi aldanib qolmasligi uchun? Aldan bankdan to'lov qilishadi. Bankdan to'lov qilishadi. Aeroportda erishadi. Yo bo'lmasa o'zlarining tanishlari kelib, maxsus kassalarimizga to'lov qilishadi. Demak, ishonch tomonlama hamma tomonlama bor. Misol mana juda ko'pchilik haqiqatda aldanib qolayotganlar ko'ryapmiz, aeroportga borib yig'layapti. Har xil odam bilan gaplashib qo'yishgan, ishonch yo'q. Misol biz 8 yildan beri shu sohada blogerlik qilamiz va Mohirbeklar shu umra sohasida anchadan beri xodim bo'lib ishlashadi. Demak, ishonchli firmadan borish kerak. Avvalo litsenziyasi bor, davlat ro'yxatidan o'tgan bo'lish kerak. Ekranda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Imkon qadar narxlardan hamma tomonlama chiroqli Mohirbek qilib berasiz. Komfort paket narxini aytdik. Komfort paketimiz endi aytib 13-kunga Farg'ona Jidda yo'nalishida reysimiz bor. Madinada 3 mahal, Makkada 3 mahal. Madinada Gashtinsa oralig'imiz 100 metr. Makkada esa 1-2 kilometr. 4 yulduzli mehmonxonalar bo'ladi, sayohatlar, ibodatlar komfort bo'ladi. Narxini necha pul dedik? Narxini $1100. $1100. Hech qancha farq emas ekan, lekin komfort. Madinada ham 3 mahal, Makkada ham 3 mahal, Gashtinsa oraliqlari yaqin. O'zimizning hoji akamiz Nizomiddin hoji akam ketadi. Ha, demak, birga ketiladi. Sirasiz telefon qilib aloqaga chiqinglar. Ravshanbekda oldim seni. Albatta Mohirbek chiroyli qilib hoji onalarni hammalarni xursand qiladi.